lekin nimadir sir bor-da shunda. Shogat odamlar. Nima bo'lganini bildingmi hozir? Men sizga gapirdim, siz meni eshitmadingiz. Sen umuman ko'rmading. Ne urding meni? Orqangda turibman-ku, men nima qilaman urib? Cheshish kerak, tamam, mana buni qarang. Astagfirullah, astagfirullah. Jinni bo'lib qo'yganmisiz? Kecha 12 million pul yig'imman. Yo'q, Ha? tashlab chiqdingmi uyga? Ha, bugun boshqa yig'aman-ku. Oxiri va xayr bo'lsin-da. Bunga qarang. Tekin motion shu bilan ketamiz. Bari ko'rmadik biz ham. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir shoshmay turlar bir minut. Alo, o'ti? Nima bo'libdi? Men tushunmadim. Mashina eshigi o'zini ochilib bo'lyapti, orqa eshik. Xotin, men devona bo'lib qoldim. Qarasini qarang mana. Bo'pti. Nima qilyapsan? Buzasan o'zi eshikni. Mazada ko'rmadi ham, eshitmadi ham. Uram boshda. Qo'yay, nima qilasan? Odamlar tentirib, ha? Ha, bo'ldi, hay. Xotin, charchamam deyman-da. Mayli, keyin gaplashamiz. Usta, mazada tekingina ayiramiz. Magazin kirib ketdimi deyman? Magazinga kirdi. Biz ham ko'ramiz magazinga. Tekinki bizga. Hech kim ko'rmasa, eshitmasa, ketdik. Katta magazin bizaniki. Nima olsangiz oling. Oling. Nima qilasan? Tegib. Tekin bo'lsa olavermaysizmi? Tegma, shu anaqa magan. Yo, to'xtang, men bundan olaman. Olavermaysizmi? Tekin bo'lganik. Hangim to'le, ham to'le. Chopir ketib qolmasin, ketdik. Qayerga ketolmaydi. Nimaga? Ketdik. Kalt qani? Tavba qildim. Kalt. Nima? Tavba. Nima bo'ldi? Yana boshlandi. Tavba, astagfirullah. Nima bo'libdi menga? Tushunmadim men. Kalt qo'ying joyiga. Mana kalt. Buni mana qidirdim o'zi yarim soat beradi. Mana olib chiqdi. Mana ham bilsan. Ha, bo'lsa yuring, tamom. Odamlarga rahim qilmang, ketdik. Nimaga taqolim? Buni kim tortdi? Nimaga tortding? Ha, böyle tushamiz, nima qilib? Yurasizmi kechgacha bu bilan? Ha, tortsa to'xtay, bilaman-da men. Ketdik. Zo'r bo'ldi. Hozir nima ko'rildi? Odamlardan sho'rmashga ko'rmadik odamlar. Yiqitib o'lib ketdik. Qo'rqdingmi? Pullarni qarang, bo'yib ketamiz. Menga ham ber. Faqat o'zingni ko'rmay. Hamma yoqqa. Ketdik.
Onani qarang. O'sha qizmi? O'sha. Yuringchi. Telefonda gaplashib o'tiring. Bizani ko'rmaydi, eshitmaydi. Ha, bilaman. Albatta topaman oyijon. Menga ishoning. Yo'q, oyijon, o'g'irlik qilmayman men. Bugun qayerdandir ish topsam, avvallab ishlab pul toparman. Lekin oyijon, ishoning, siz albatta tuzalib ketasiz. Menga ishoning oyijon. Ustoz, hozirgi boladan olgan pulni shunga beramizmi? Voy. Qancha yordam qilib bizga paypoq tushib bermasa shuncha pul topmasdik, to'g'rimi? To'g'ri. Beramiz shu qizga. Yaxshi. Oldiga qo'yaman. Ana paydo bo'lib qolganday bo'lsin. Bo'ldi, ketdik biz endi. Baribir eshitmaysa bizdan gapirganimiz bilan foydasi yo'q, to'g'rimi? Bo'ldi, ketdik. Xudoyim o'zingga shukr. Qani olgan narsalaring? Mashina qo'yibdi. Mayli, ketdik. Ko'p kimagazib. Shunaqa. Yo'g'ri qo'yibdi. To'xta, mana shu kurtkasini olaman. Yo'g'ri. Qo'ytingmi, nima qilasan? Kurtkang bor-ku. Ya bu zo'rda yo'g'ri o'tkazmaydi. Olaman shuni. Astagfirullah. Kim ishni uni? Semirib ketdimmi deyman-da, astagfirullah. Jinochilar bor ekan bu yerda. Sen ikkalang bu yoqqa kel. Ichganmi bu? Unda nima portladi? Bilmadim. Metam portlagandir-da. Tushunmayman, nima bo'lyapti? Qo'rqoqdan paydo bo'ldi. Quyosh chiqib ketdi. Yuringchi. Mana nima deysan bizga chaqirding? Mana bobom jo'natdi. Sen ikkalang ham xato yo'ldasan. Motivator-ku bu. Sani bobong kim? Sallani oyog'ingdagi nasiga sehr solgan mani bobom bo'ladi. Olib ketishga keldingmi? Men bermayman lekin naskini. Men nima qilaman naskini? Men bobomdan xabar olib keldim. Salla naskini noto'g'ri yo'lda ishlatyapsan. Bunaqada naski o'z sehrini yo'qotadi. Salla naskini o'z nafsing yo'lida ishlatma. Bu naski odamlarga yaxshilik qilish uchun yaratilgan. Bu ertaklaring bor, bobongga aytib berasan, xo'pmi? Ketdik. Tege. Kurtkamni ber, sovqotaman. Usta, sehrgar ekan bu. Rahmat uka. Bo'ldi, to'g'ri o'ldiramiz, odamlarga yordam qilamiz. Shu sehrgaring menga bitta kurtka berib ketsin. Sovuq o'tib ketdi. Ketib bo'ldi-ku endi. Man. Kurtkani bo'ldi. Bizlar o'ldi, ketdik. Lekin to'g'ri aytayapti. To'g'ri yo'lda ishlatsak bo'ladi-ku. Odamlarga yaxshilik qilaylik. Tirikchilik nima bo'lar? Tirikchilik ham birga bo'lar. Bo'lmasa usta, korporatsiya ochamiz. Aha. Odamlarga yaxshilik qilamiz. Hammaning muammosi bor. Shularni bitta hal qilaveramiz. Kimdir qarz olgan, bermagan, ha? O'yla, ketdik. Odamlarga yaxshilik qilamiz. Pul beradi o'zi. To'g'ri aytyapsiz. Ketdik.